Hammaga biz 2026-yilda Lora modelini ishlab chiqdik. Hozirgi high-tech remont asosida qilingan uylarga batamom yaxshi tushadigan model deb o'ylayman. Xo'p, buni materiallariga kelsak, Teddy materialda ishlatiladi. Buni razmerlari 220 ga 320. Buni afzalli tomonlari kengash xususiyatiga ega. Spinkalari orqa tomonga ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Va buni eng qulay tomon qo'li ham ochiladi. Bu yetmaganda yanada imkoniyatni oshirgan holatda burchakni ham qilganmiz. Ko'pchilik burchaklar qilmaydi, lekin biz burchakni ham kengayishini xohlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunday kengash xususiyatiga ega. Va eng asosiysi buni divanda hamma biladiki, oyoqlariga e'tibor berish kerak, mustahkam bo'lish kerak va biz buning uchun chinor ramoqlaridan tabiiy daraxtdan qilingan oyoqlar ishlatganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Divanimiz ichiga kelsak, karkazlari, forni, dispa va sassa yog'ochlarda ishlatilgan. Bizda asosiysi shunday sifatli narsalar ishlatamiz va buni prujinalari o'tiradigan joylarda prujina qilingan. Ustilari, paralonlari Qozog'iston Elgida firmasiga tegishli sifatli 22 plotsli paralon ishlatilgan. Yana bunisi yetmagandek istalgan ranglarda, istalgan razmerlarda qilish xususiyatiga egamiz. Eng asosiysi bizda birinchi qo'l. Hech qanday olib sotib foydalanadigan odam emasmiz. Birinchi qo'l sexdan arzoni bizda. Va qo'shimchasiga 2 dona o'tiradigan pumbasi ham bor. Pumbalari ham tabiiy yong'oq yog'ochdan qilingan, ustlari ham, paralonlari ham 22 plotsli Qozog'istonda sifatli paralonlar ishlatilgan. Yangilik bor. High-tech remont uylariga tushadigan menga gol emas. Divan kreslo o'zimni komfortimni xohlayman degan obunachilarimizga 3 talik operator yuboring. Qanday boshlaychi? High-tech modellarga, do'konlarga, sotuv bo'limlariga tushadigan qilib divan kreslo qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu operator yaxshiroq qilib ko'rsating. Buni 2 dona kreslosi va 3 kishilik o'tiradigan divani bor. Buni materiallari mo'shi materialdan ishlatilgan. Agar quroq bo'lgan bo'lsa, bemalol tozalasanglar bo'ladi. Va bu oyoqlari ham turistik oyoqlar qo'yilgan. Xohlasanglar oyoqlarni temirdan yoki tabiiy yog'ochdan qilishimiz ham mumkin zakaz asosida. Va yana bir asosiysi divanini zakaz asosida katta-kichik razmerda qilishimiz ham mumkin. Ko'rishingiz mumkin. High-tech asosida ishlangan modelimiz.